Assalomu alaykum, aziz qarindoshlar. Hayotimizga psixologiya 16 darsimiz xush keldinglar. Biz oldingi soatimizda mukofot va jazoning nazariyasi haqida to'xtalgandik. Mukofot bo'lsin, mayli jazo bo'lsin, har ikkalasining o'sha qiliqning insonlarning qiliqini, ya'ni ish harakatini yoki ko'paytirish yoki bo'lmasa azaytish maqsadida qo'llanilganligimiz haqida to'xtalgandik. Undan keyin mukofotning har xil turlari va mukofotning elib keladigan ta'sirlari haqida to'xtaldik. Bu soatlik darsimizda jazoning ta'siri haqida to'xtalamiz. Jazoning turlari har xil bo'ldi. Moddiy jazo bo'lsin, tan jazosi bo'lsin, ruhiy jazo bo'lsin. Amaliyotda biz nurg'un vaqtda sirtdan yangidan bir moddiy yoki tan jazosining berilishini jazo deb o'ylaymiz va uningdan sirt bolalarning bo'lsin yoki xizmatchilarning bo'lsin yaxshi ko'riladigan bir narsaning tatib ilinishini asli jazo deb qaraymiz. Masalan, xizmatchilarningki xizmatda ma'lum bir savallik ko'rsatishi tufayli shu kunlik dam olishning yo'q chiqishi yoki yillik dam olishning biroqlam yo'q chiqishi yoki bolalarningki topshiriqni ishlamay o'ynaganligi sababidan sirtqa o'ynag'il chiqadigan vaqtiningki yo'q bo'lishi deganga o'xshash jazolarning har xil turlari bo'ldi. Biz nurg'un vaqtlarda xatoliklarni o'ngshash uchun jazo bermaymiz deb o'ylaymiz, ammo jazo texim ko'p xatolarga yo'l ochib qilishi mumkin. Bu vaqtda bir tadqiqot bo'lgan. Tadqiqotga qatnashuvchi ayollarning oldiga Muşnunga o'xshash chiroyli tort qo'ygan va u ayollarga diyet qilayotgan bo'lsangizmi hech qisi yo'q, bu bir degan bir tadqiqot, tortni yesangiz bo'ldi degan. Bir guruh kishilarga shunday degan, yana bir guruh kishilarga undaq gap qilmagan. Bu ayollar hammasi degdek diyet qilayotgan ayollar ekan. Tadqiqot qiluvchi ularga diyet qilsangizmi hech qisi yo'q, bu degan bir tadqiqot bir pacha tot yeganga hechtim bo'lmaydi deb rag'batlantirganligi uchun shuni yeb sağan ayollarni tadqiqot qiluvchi yeb bo'lgandan keyin qitligan, ondan keyin nayt xijil qilgan, voy siz diyet qilib turib, cho'ng odam turib, ajab o'zingizni kontrol qila olmabsiz degandek gap so'zlarni qilib xijil qilgan. Yana bir guruhdagilar bo'lsa, ular diyet qilganlik uchun ham bu tortni yemagan, hamda unda gap so'zlarga uchirmagan. Bu tajribaning ikkinchi bosqichiga kelgan chaqda yana texmi chiroyli tortlarni ayollarning oldiga tizgandan keyin ularning diyet vaqtining to'shqa vaqtiga to'g'rilab tizgan va ana bu tortni yesanlar bo'ldi, qolgancha yesanlar bo'ldi degan. Bunda degan vaqtda boyiqi xijil qildirilgan, çaresiz bir ahvalda qaldırıp qo'yilgan yoki bo'lmasa tanqidlangan bu ayollar texmi bechiq ko'p yeb ketgan tortni hech qanday qilmagan ayollar normal miqdorda yegan bo'lsa, xijil qildirilgan ayollar texmi bechiq yegan. Ya'ni ular nima deb o'ylagan degan chog'da men baribir boy yegandim, bo'ptimdi yegandikin yeni yevasam nim bo'ldi, diyetimni bir buzibdim avvalda bo'lgan, biroqla buzuytay degan gap so'zlarni biz turmushimiz ko'p uchraymiz. Shunga o'xshash amaliyotda biz xatoga jazo berish orqali uni texim tuzatmoqchi bo'lamiz, ammo xatoni qilgan odam amaliyotda texmi ko'p jazoga yo'l ochib qilishi mumkin. Psixologiyada kuchaytirish psixikasi deb bir aniqlim bor. Bu qanday psixika degan chog'da ba'zi psixikalik masalalarni mukofot bersekmi, jazo bersakmi o'xshashlar kuchayib ketishi mumkin. Ya'ni biz onunğa diqqətimizi bəgəlikimiz üçün yoki shu masaladagi mayli kichik bola bo'lsin, mayli cho'ng odam bo'lsin, shu kishi bizning diqqətimizni talab qilganligi uchun buningki ish harakati bizning ma'lum bir bergan mukofotimiz yoki jazoimiz tufayli kuchayib ketadi. Masalan, tirnoq yeyishni etsaq, tırnaq yeyishda kichik bolalar ota-onasining har xil sabablari bo'ldi tırnaq yeyishning. Ba'zilar ota-onasininki diqqatini tortish uchun bo'ldi, ba'zilar jiddiylashgan vaqtda o'zini rahatlatish uchun bo'ldi bolalar. Ba'zida bo'lsa aile ichidagi kayfiyatning yaxshi bo'lmasligi, ota-onaning davomli jidal qilishi degandek sabablar tufayli bola davomli qo'rqib yoki jiddiylashib degandek o'zini shunda rahatlatish uchun shunday qildi va yoki boshqalarni do'rab qildi yoki oilada irsiyat bo'yicha ota-onasining orasida birasi kichik vaqtida ko'p tirnoq yeydigan birisi bo'lsa, bolalarning shunday bo'lish ehtimolligi yuqori bo'lgan degandek har xil sabablardan tirnoq yeydi deylik. Bolangizda tirnoq yeyish odati bo'ldi. Endi buni qanday qilamiz degan chog'da, "Voy oppa qizim, mening tatli qizim faqat yemaydi." Bumi kag'i ishlamagan chog'da yana bir xil usulda qanday qilamiz degan chog'da, "Tirnoqni yemayjima, yeydigan bo'lsang bundan keyin tirnoqni men julib evitma." yoki bo'lmasa og'ziga urish, yoki bo'lmasa boyaqida qo'rqitish, tektis silish degandek vositalarni ishlatish orqali bu
tırnaq yeyish xohishini azaytmoqchi bo'lamiz. Ammo balada bu odat az yeyish tugul texmi jixlab ketganligini his qilamiz. Nurg'un ota-onalar shunday deydi. Amaliyotda Bekir kichik bolalar ko'p ko'rildi. Bu tırnaq yeyish, masalan 2 yoshdan oshgan bolalardan 2 yoshdan boshlab 6 yoshgacha, hamda undan keyin davomli yana masalan 10 necha yoshlik bolalardan ko'rildi. Bunda vaqtda qanday qilamiz deganda, Bekir kichik bolalarda ko'pincha hamda bu ikkala usulni qo'llangandan ziyoda asli bo'lsa, tırnaq yeyotgan vaqtida biz uningga, ya'ni faqat ko'rmaganga, faqat bilmaganga selib turib, bolaning diqqatini tortish eng yaxshi usul. Ya'ni biz mayli uningga to'g'ri usulda, ya'ni mayli uningga aktiv mukofot bergan bir bo'lishliq bir usulda taqabul turayli yoki bo'lishsiz bir usulda taqabul turayli, uni tillab yoki jazo bergan bir usulda taqabul turayli, har ikkala xil usul amaliyotda bolaning mushkul psixikasini kuchaytiradi. Ya'ni tırnaq tishlash xohishini kuchaytiradi. Shunlashqa biz bu yerda asli bunga diqqat qilmagan bir nimaga kirib olishimiz kerak. Onunki mesela intizam bozuş, mayli uyda bo'lsin, bolalar mehmon kelgan chog'da shunda bek sekrab to'xlab qalaymi qanchalik chiqirib ashta qilib ketganligini ko'ramiz. Onunki sinfdimi shu. Ma'lum bir bolalar davomli shunday intizam buzgan bir tipdan bo'lishi mumkin. Bunda bolalarni ba'zida biz voy bolam sen niye bek yomon, bek nochi, faqat intizam buzmaysa deb maqtashimiz mumkin. Qarsak yaxshi bo'lib qolganda qamlan yana davomli kuchayib ketadi. Ondan keyin sen nimishqa intizam buziversan, bunda qilgan bo'lsam men seni hamda qorong'uga solab qo'yma yoki bo'lmasa seni tuvan sinfga tushirayman degandek usullar bilan tahdid silishimiz mumkin. Bu vaqtdami o'xshashlar bolaning intizam buzish ahvoli yenilam o'xshash kuchayib ketadi. Bunda vaqtda hamda psixologiya nazariya bo'yicha qanday qilamiz degan chog'da diqqatimizni u bolaga bermagan qiyofatga kiramiz. Ya'ni u bolaga qanday bir to'yg' beramiz degan chog'da men qanday qilsam, qanday intizam bo'lsam baribir foydasi yo'q ekan, baribir ma'lumot qaramaydi ekan degandek bir to'yg'ini beramiz. Ya'ni amaliy turmushimizda bunday ishlar bo'lib bol tarbiyasi ko'p uchraydi. Bunda ko'p uchragan chog'da biz yiliqi bir axlat tashlab o'tib, uningga diqqatimizni bermay qarimiz olmay mundaq qilamiz deganimiz emas. Balki shu vaqtning o'zida shu ishga nisbatan diqqatimizni bermagan qiyofatga kirib olamiz, ammo bolaning diqqatini boshqa ishga buraymiz. Ey balam qarang, men ko'rib yiqman, men tutib yiqman degandek ishlar orqali tiniqini ishlayotgan vaqtdagi diqqatini buraymiz. Yoki bo'lmasa intizom buzib, kirishib, boshqalar bilan kirishib qolgan degandek, ya mehmonlar kelgancha qiliq chiqarayotgan degan vaqtida boshqa bir ishlarga buyurish, boshqa bir ishlarni qilg'izish degandek usullar orqali diqqatini bursak bo'ldi. Jazoni gap kelgan salbiy ta'sirlarning ichida albatta jazoning hech qanday ijobiy ta'siri yo'q, ammo salbiy ta'sirlari nihoyat ko'p. Salbiy ta'sirlarning ichida jazo tuyg'uni bostirdi, shu vaqtdagi qiliqni bostirdi, ammo u qiliqni butunlay o'zgartirmaydi. Masalan, biz tırnaq yeyotgan bolaga jazo berdik. Tırnaqni yeginan ko'rgan vaqtimda men sening qulog'ini ching mushta bog'lab qo'yib, bir kun ashta bog'laqliq turdi deyishimiz mumkin va haqiqatan qo'lni bog'lab qo'yishimiz yoki qo'liga ochiq narsa surib qo'yishimiz degandek jazolarni qilishimiz mumkin. Ammo qarsak, atsi yandan davomli o tırnaqni tishlaganligini ko'ramiz. Jazo bergan vaqtda mayli ota-onalar bo'lsin, mayli boshliq, ya'ni ma'lum bir guruhga boshliq bo'layotgan boshliq bo'lsin, xo'jayin bo'lsin degandek bu kishilar nima qilmaslik kerakligini o'rgatadi. Qo'l ostidagilar bo'lsin yoki farzandlarimizga bo'lsin, nima qilmaslik kerakligini o'rgatamiz, ammo nima qilishi kerakligini o'rgatishni unutib qolishimiz mumkin. Bir bal qattiq yig'lab, u yerda qarg'ishti qilib, "Yo'q, men mush narsani oldim" deb talada yig'lab yetib olgan vaqtda biz qanday qilamiz? Ammaysa dedim, ammaysa deb urishimiz mumkin yoki vaqirishimiz mumkin. Bu vaqtda biz nima dedik? Ammaysan, nimish qalasan? Ha, men seni har qatim talada mushunda qilma demadimmi deb to'xtamasdan ideya xizmat ishlash kuchib ketamiz. Bolalarning kayfiyati nihoyat tuvan chog'da yoki yig'ilgan vaqtda biz to'xtamasdan mushu ishni qilmaslik kerakligini kallasiga qo'yaveramiz. Bizdiki biz bildigan, biz tushundigan, biz to'g'ri deb o'ylagan bolalar tarbiyasida bizning o'zimizning qarshida to'g'ri deb o'ylaganimizda
Yani bala qattiq yig'lagan vaqtda uning kayfiyatini oshmasdan balki to'xtamasdan asli bunday qilmasliging kerak değil. Men seni teliq oyoq kiyma desam yana o'sha oyoqni kiyib olsa shu ashunda yiqilib ketding. Buningki bu oyoqni kiyamsa kiymamsa deb to'xtamasdan tapilaymiz. Ammo bala birinchidan yig'layotdi, sizning gapingiz quliga kirmaydi, putini og'riqi bor. Yana sizning gapingiz quliga kirishdan ziyoda bekrak texammo balaning achchig'ini keltirishi mumkin bu gaplarni. Ahangadilam. Shunga biz bundacha qanday qilishimiz kerak degan vaqtimizda nima qilishini bu vaqtda o'rgatmaymiz. Ya'ni balaning kayfiyati nachar vaqtda yoki xizmatchilar bilan yoki qo'l ostimizdagilar bilan yoki o'zimizning guruhidagi hamkorlik o'rnatgan qarshi taraf bilan biror masala chiqqan vaqtning o'zidilam nima qilmaslik kerakligini yoki nima qilishi kerakligini shu vaqtning o'zidilam o'rgatmaymiz yoki shu vaqtning o'zidilam jazo bermaymiz. Balki birinchi qiladigan ishimiz kayfiyatni tangshish. Birinchi qiladigan ishimiz ham cho'nroq odamlar bo'lsa gap qilmasak bo'ldi, gap qilmay sabr qilsak bo'ldi. Kichik bolalar bo'lsin shu sabr qilishimiz kerak va uni quchoqlashimiz kerak. Ay kelib chin quchoqlab, bir mazgil turib, yoki diqqatini chechib, yoki mushu ish bo'layotgan yerdan ep ketishimiz kerak. Ep ketib boshqa ma uyda bo'lsa, ma hujurda bo'lsa, yana bir hujurga. Uyda bo'lsa talada bo'lsa uyga degandek o'rin yo'tkagandan keyin uni chin quchoqlab artıq gap qilishimizdan ma'ajid yo'q amaliyotda. Chin quchoqlashimizdan o'zidan bu vaqtda cho'ng tasalli. Gap qilgimiz bo'lsa azroq gap qilsak bo'ldi, bekchiq gap qilsak amaliyotda ortiq bo'lib qoldi. Biroz kayfiyati yaxshilangandan keyin, undan keyin balam baynim bo'lganda yiqilib ketdingizmi? Ha, men sizni mush oyoqni qayoqqan chog'da yoki bo'lmasa sirtqa chiqqanda bu oyoqni kiymang deb qancha qatim topildim, lekin siz yana kiyib oldingiz. Yiqilib ketdingiz. Endi buniki qanday qilsak bo'lasizcha deymiz. Masalan, kayfiyat yaxshi bo'ldi bolaning. Bu vaqtda yoki shu vaqtdan keyin emas, masalan, kashqurun uxlaydigan vaqtda yoki atsi degandek mush ishni qaytadan bir bayon qilib bola bilan suhbatlashgandan keyin bola o'zidan deb birdi chog'da. Buningdagi oyoqni kiyib taloq chiqmayman yoki buningdagi undoq siz qilmang degan ishni qilmayman deganga o'xshash masalan nurg'un ishlar davomida bu ishni bola o'zining kayfiyatini hal qilib bo'lgandan keyin bu ishni hal qilish chorasini topa oladi. Mayli bizningki hamkorlik guruhimizdagi yana bir hamkorlashuvchi kasbdoshimiz bilan bo'lgan munosabatimiz shu. Ya'ni shu vaqtdan o'zidan kayfiyatni texmi nacharlashtirib, texmi kirishib qolgandan amaliyotda biroz kayfiyat yaxshi bo'lgandan keyin atsi yoki biroz vaqt o'tgandan keyin kelib fikrlashning o'zi yaxshi bir amal asli. Ota-onasi tarafidan yoki cho'nglar tarafidan azar yevagan bola boshqalarga azar berishni normal his qilgan bo'lib qoldi. Mayli bola bo'lsin, işte azar yevagan bir taraf boshqalarga boshqalarga azar berishni normal his qilgan bo'lib qoldi. O'zimi boshqalardan azar yeyishni normal his qilgan. Masalan, biz bolalarimizni azarlaversak, tahdid solsak, ta'ni gap qilsak, uningdan chiqib vaqirsak, uningdan chiqib ursak degandek ishlar bo'lgan vaqtda bolalar bizlar emas, keyin sirtdimi boshqalar, masalan, ma'lumlari yoki tonimaydigan boshqalar tarafidan azorlanganda, vaqirashga uchirganda yoki urushga uchirganda buni bir normal holat his qilgan. Ya'ni, ha shu men shunda bo'lishga haqliq yoki men xato qilgashqa bu mushtaq vaqirashqa haqliq yoki urushqa haqliq deb mushtaq normal his qilgan bo'lib qoldi. Birinchidan, ikkinchidan bola o'zimi boshqalarni azorlashni normal his qilgan bo'lib qoldi. Masalan, fukusini, singlisini, maktabda saboqdoshlarini, do'stlarini normal holda tillaydigan, normal holda uradigan degandek mushunda holat ketib qoldi. Chunki bu u tuyg'uni normal his qilib qoldi. Asli bu normallik emas. Birisining birisiga zulm silishi hech qachon normal emas, ammo bola buni normal his qilgan bo'lib qoldi. Yana shu qoidamiz bo'yicha quchoqlash amaliyotda nurg'un masalalarni hal qiladigan bir masala. Ya'ni bolamizni chin quchoqlasak yoki do'stimizni, hamshirimizni har qanday bir masala yuz bergandan keyin biroz o'zimizni tinchlantirib olgan keyin uni faqatlab chin bir quchoqlab qo'yishni o'zilam nurg'un masalani eritdi, nurg'un masalani hal qildi. Ondan keyin
avval onağa söz fursati berishimiz kerak. Qani deb beqing, zada nima bo'lgandi, shu chaq nimishqa shundaq kirishib qolsiz yoki nimishqa shundaq ko'nglingiz yerim bo'ldi yoki nimishqa shundaq mening achchiqlishim bilan siz texmu achchiqlanib ketdingiz. Asli siz tushundirsangiz bo'ladigan nima bo'lgandi deb so'rashimiz kerak. Ondan keyin har vaqt, har qanday vaqtda mayli xizmatdoshlarimiz bilan bo'lsin, mayli bolalarimiz bilan bo'lsin, boshqurilish munosabatidan amaliyotda hamkorlashish munosabati eng yaxshi, eng to'g'ri munosabat. Mushu munosabat bo'lgan chaqda amaliyotda nurg'un masalalar o'zligidan hal bo'lib ketadi. Endi buningga o'xshash farzand tarbiyasidagi darslar bilan nurg'un kishilarimiz men bolamga vaqirab qolgandim yoki urib solgandim, endi asorat qilarmi, kayfiyatim bunday qilarmi, unday qilarmi deb bak ansirab ketishi mumkin. To'g'ri, mushunda ishlar bo'lgandan keyin albatta bolaga ta'sir bo'ldi. Ammo har vaqt siz bolangizni o'zingizning chin mehr-muhabbat bilan, chin quchoqlashlaringiz bilan, chin ko'nglingizdan samimiy kechirim so'rashingiz bilan, qayta sodir qilmaslik bilan yoki asta-asta o'zingizni o'zgartishingiz va bolangizga men o'zimni o'zgartyapman bolam, menga fursat bergin yoki men kayfiyatim shundoq nachar bo'lganda, sana men vaqirashga boshlagan vaqtimda yoki men seni uray deb turgan vaqtimda sen menga degin, jinim opa, kayfiyatingizning yana keyinga kirmang, jinim opa, ikkimiz obdan suhbatlashaylik, opa buni deyishi orqali hal qilaylikchu deganga o'xshash menga ogohlantirish bering bolam degandek bolamiz bilan buni bir deyishib olsak bo'ldi. İnşallah buningdagi nurg'un darslarimiz bor. Psixologiyadagi nurg'un nazariyalarni o'rganish orqali asta-asta turmushdan haqiqatga yeta olamiz. Asta-asta safoyimizni yuqori ko'tara olamiz. Bunda qilgan sari inson nurg'un ishlarda asalda kayfiyatini keyinga kirib ketmaydigan, asalla o'zini yo'qotib qo'ymaydigan, asallam boshqalarga xato tushunish bo'lib qolmaydigan deganga o'xshash darajalarga yeta oladi inshaalloh. Unda bo'lsa Farabi Tor darsxonamizdagi darslarimizni davomli diqqat bilan anglag'aysiz. O'zingizdan asrang. Allohga omonat.